Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi sotumizda 5 ta mashinani ko'rsatib o'tamiz. Tak, birinchisi Kia Sportage 22-chi ishlab chiqargan 21700 yurgan, kraskasi top-toza 6-pozitsiya bo'ladi. Buni narxini 32,5 ming dollar so'rayapmiz. Yana kelishtirib choynak qilib beramiz. Ikkinchi mashinamiz Premier, mashinamiz 22-chi ishlab chiqargan, koreyskiy 24800 yurgan, top-toza. Buni narxini 30,500 so'rayapmiz, yana kelishtirib beramiz. Bunachilar keyingisi Tahoe 23-24, bittasi 3900 yurgan, bittasi 3,5 ming yurgan, kraskalari top-toza, eng full pozitsiyada, xolodilnikli, 4 ta bidishli, premium pozitsiya, hamma nazorat bor. Tak, bularning narxini 93 ming dollardan so'rayapmiz, yana kelishtirib choynak qilib beramiz. Barcha xizmatimiz ham bor, nasiya savdo ham chiqadi. Keyingisi Equinox, mashinamiz 472 millionlik, 23-24, 7800 km turgan, 1200 dollarga propan balon qo'yilgan. Buni narxini 36 ming dollar so'rayapmiz, yana kelishtirib choynak qilib beramiz. Obunachilar, kimda mashinalar bo'lsa, tirikchilikka olib qolamiz, sotib berish xizmatimiz ham bor. Like, podpiskalarni yemanglar. Podpis tashlab qo'yinglar. Zo'r mashina o'tkazib yubormaysizlar shunda. Like bosish esdan chiqmasin. Kimga mashina kerak bo'lsa, Sanjar avtoga murojaat qilasizlar. E'tibor uchun rahmat hammaga.